Xo'p, zapisam ketdi. Strategiya deganda nimani tushunamiz? Strategiya bu именно bitta yo'nalishda, ya'ni bitta instrumentni olib, o'sha instrumentni nastroykalari aralashtiriladi, kerakli o'zgartirishlar kiritilgan holatdagi bu ishlash uslubi, ya'ni strategiya u narsa. Bu отдельный yo'nalish. Ya'ni bu narsaga pattern degan narsa aralashmagan. Aytaylik, strategiya bor qanaqa? Fibonacci strategiya. Fibonacci strategiya deganda misol uchun hammani har xil o'zgarish darajalari bor. Kimdadir aytaylik 786, 886, tam 618, mana shunaqa darajalari bor. O'shalar bilan ishlash strategiyasi bor. Bu esa hech qanaqa strategiya emas, bu yo'nalish bu. Ya'ni bu Fibonaccidan olinmagan. Bu klassikadan olinmagan, bu retaildan olinmagan, bu hech qanaqa patternlardan, уровень, trendlardan olinmagan bu narsa. Bu отдельный bitta yo'nalish. Endi SMC haqida esinglarda bo'lsa, sizlarga aytib o'tilgan nima? SMC bu отдельный bitta yo'nalish va bu yo'nalishning nomi aqlli pullar tushunchasi. Ya'ni siz o'zingizni pulingizni aql bilan boshqarishingiz mumkin bo'lgan yo'nalish. Xo'p, demak, SMCning logikasi bo'yicha o'zingizni depozitingiz, ya'ni o'zingiz, endi bizning biznesimiz bu bizning depozitimiz bo'lgani uchun o'zimizning biznesimizni aql bilan chiroyli boshqaramiz. Bu esa SMCning ключевой taraflaridan biri hisoblanadi. Endi keyingi masalaga o'tsak, bu degani SMC yo'nalishi zo'r, lekin klassika yomonmi? Yo'q. Hamma yo'nalish bir xil, hamma yo'nalishda o'ziga yarasha ishlash win rate bor, hamma yo'nalishda o'ziga yarasha uslubi bor. SMCning boshqa yo'nalishlardan farqi, SMCda aytaylik katta urg'u, ya'ni katta e'tibor likvidnessga qaratilgani uchun bu yo'nalish aniqroq ishlaydi. Va bu yo'nalishda kichkina risk qilib, aytaylik foizda gapiraman, 1.5% risk qilib, bemalol 10-15 barar foyda qilish mumkin. Ya'ni 50%, aytaylik 30%, 100% shunaqa pribili qilish mumkin. Bu SMCda mumkin. Boshqa yo'nalishlarda bilasizlar, u yerda win rate kichkina, u yerda risk reward kichkina, u yerda aniqlik ozgina kamroq. O'shaning uchun bu yo'nalishda sizlarga aqlli taraflarini sanab berdim. Va bu haqida gaplashsak, bizda soatlab vaqtimiz ketadi. O'shaning uchun sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Ya'ni tipa kirish mavzusi bo'ldi. Endi SMC haqida darsimizda ko'rmaganlar bo'lsa, shunda tepada darslar turibdi. O'sha darslarga kirib, bemalol SMC mavzusini ko'rib olishingiz mumkin va ma'lumot olib olishingiz mumkin. Xo'p, endi bugungi darsimiz nima desanglar, bugungi darsimiz sizlar bilan bu yo'nalishdagi eng global narsa, eng kerakli narsa, ya'ni odamni tanasidagi eng kerakli narsa aytishlar mumkin, bu yurak, kravobrishat qiladi, aytaylik boshqa organ bo'lsa, ularni hammasini bitta qilib ushlab turuvchi bu o'zimizning tana suyaklarimiz. Bu SMC yo'nalishining suyagi hisoblanadigan mavzu. Ya'ni hamma bilgan, hamma eshitgan mavzu. Xo'p, struktura mavzumiz. Endi bu mavzuni sizlarga shunaqa darajada tushuntirib beraman, чтобы hamma oddiy SMC yo'nalishini bilmaydigan treyder ham tezroq va tushunarliroq darajada tushunib olish uchun bu yo'nalishni sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni bu mavzuni sizlarga tushuntirib beraman. Bu mavzuni vajniyligini tushuntirib beraman. Ya'ni vajniy deganda sizlarga kerakli darajada qanaqangi ehtimoldagi variantni sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni aytib o'tgandek, bu SMC yo'nalishini suyaglaridagi bitta gap. Ya'ni struktura mavzusi hamma SMCdagi barcha nechta mavzu bo'lsa, hammasini bitta qilib ushlab turuvchi mavzu bo'ladi. Hamma mavzusini именно struktura mavzu ushlab turadi. Va bu yo'nalish, agar bu strukturani to'g'ri topa olmasak, to'g'ri aniqlay olmasak, bozorda tushunmasak bu mavzuni, qolgan hamma mavzuni o'rganaylik, baribir bir teng bo'ladi. Nimaga deysiz? Chunki siz yo'nalish qayerga ketayotganini bilmaysiz. Struktura bu boshqacha nom bilan bu bozordagi yo'nalishi, bozorda yurishi. Misol uchun sizlarga aytaman, tilla oxirgi paytlar ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Endi biz tillarda ko'proq ishlaymiz, hamma ko'pinglar, balki ko'pchiliginglar tillaga qiziqib qilgansizlar. Tillarni agar ko'rgan bo'lsanglar, faqat bay, ya'ni 2024, 2025, 2023 dan beri faqat bayda, 2022, 2021 yillardan beri faqat bay, ya'ni o'sishda davom etyapti. Bu degani tillarning strukturasi bay struktura degani. Hozir sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Demak, qiziqish uyg'otdik bu mavzu haqida. Endi sizlarga birma-bir sekin paytapni boshlaymiz. Demak, struktura bu nima? Struktura bu именно bozorda yo'nalishi, bozorda yurishi. Ya'ni boshqacha nom bilan struktura bu trend. Struktura bu trend. Endi xo'p, struktura deganda biz nimani tushunar ekanmiz? Prosta misol, ya'ni oddiy qilib tushuntirganda bu trend. Ya'ni bozorda yo'nalishi, bozorda именно yurish ehtimolligi. Xo'p. Именно treyderlarda shunaqa tushuncha bor, ya'ni eshitgan bo'lsanglar kerak, trend siz do'stingiz, ya'ni trend is my friend degan inglizcha shunaqa tipa termin bor. Xo'p, bu terminda ma'nosi har doim agar trend bilan birga savdo qilsanglar, sizlar
kamdan kam vaziyatlarda stop loss yoki aytaylik silflarga shotinglarni olib borasizlar. Bu degani trend bilan har doim savdo qilish kerak. Xo'p, hali hech qanaqa strategiya yo'q. Ya'ni uzoq muddatli, aytaylik, uzoq muddat haqida gaplashamiz. Bu примерно bir 2 hafta, 3 hafta, 4 haftalik bitimlarni aytaman sizlarga. Hali hech qanaqa strategiya yo'q, trendga qarshi ishlatiladigan. Unaqa strategiyalar bo'lsa ham, ular juda qisqa muddatli bo'ladi. Ya'ni ular bitim ochiladi, aytaylik, unaqa katta yurishini kutib o'tirmaydi, tezroq yopib yuboriladi. Ya'ni ular riskovanniy deyiladi. Ularni ochilish vazifasi, ya'ni ularni ochilish nomi aggressive entry deyiladi. Ya'ni juda aggressivni kirish. Xo'p, hozir sizlarga trendni turlarini tushuntirib beraman. Ya'ni trendni o'zi nimaligini bilasizlar, juda yaxshi. Hozir sizlarga strukturani o'zini turlarini tushuntirib beraman. Struktura degani biz ikkita strukturni variantda, ikkita strukturni turini tushunamiz. Ya'ni uptrend, именно trend tushuntiraman, trend, uptrend va downtrend. Struktura esa bu ham почти xuddi shunaqa, ya'ni buy struktura va sell struktura degan yo'llari, turlari bor. Sell struktura. Endi ikkalasini qanaqa farqlaymiz? Buy struktura, sell strukturaligini qattiq aniqlaymiz. Endi sizlarga chizib bu narsani tushuntirib beraman. Xo'p, buy strukturani aniqlashimiz uchun mana qaranglar. Bizga eng kerakli narsa bu minimum va maksimumlar. Xo'p, mana minimum va maksimumlar. Buy strukturada har doim maksimum yangilanib ketaveradi. Ya'ni sizlarga o'tilgan narsa bu, ya'ni high va low degan tushuncha bor. Bilasizlar? High va low. Mana high, mana bizga low bo'ladi. Endi xo'p, ko'rishinglar mumkin, keyingi maksimum, ya'ni mana bizga high bo'ladigan bo'lsa, narx tushyapti, low qildi, mana. I ko'tarilib yana bitta high qildi. Ya'ni mana bizga higher high deyiladi. Ya'ni maksimumdan ham balandroq degan ma'noni anglatadi. Higher high deyiladi. Mana esa mana lowdan balandroq. O'shaning uchun bu narsa bizga lower high deyiladi. Higher low deyiladi. Xo'p, demak, buy strukturani qattiq aniqlar ekanmiz. Buy strukturada faqat maksimumlar yangilanadi. Mana maksimumga chiziq tortolma, o'sha maksimum yangilandi. Yana xuddi shunaqa, maksimumga chiziq tortolma, o'sha maksimum yangilandi. Yana xuddi shunaqa, maksimumga chiziq tortolma, o'sha maksimum yangilandi. Va agar biz oddiy traderskiy terminlar haqida gaplashsak, higher high qilib ketaveradi. Uptrend bu higher low qilib ketaveradi. Bu ham uptrend hisoblanadi. Ya'ni strukturamiz bu vaziyatda buy. Buyligini qattiq aniqladik, faqat maksimumlar yangilandi. Ya'ni maksimumga chiziq tortamiz, o'shani urdi. Maksimumga chiziq tortamiz, o'shani yechdi. Maksimumga chiziq tortamiz, yana qaytib kelib o'sha maksimumni yechdi. Mana bu buy strukturaligini bildiradi. Endi sell struktura haqida gaplashamiz. Dogadatsiya qilishinglar mumkin, ya'ni tushunishinglar mumkin, logik bir narsa. Sell strukturada faqat endi maksimumlar emasda, endi faqat minimumlar yangilanadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Bizda maksimum bor, bizda minimum bor. Bizda maksimum bor, bizda minimum ma'mulan pastroq. Yana maksimum ma'mulan pastroq, minimum ma'mulan pastroq, maksimum ma'mulan pastroq va dalshi yana minimum ma'mulan pastroq. Xo'p, bu degani xuddi shunaqa, yana xuddi shunaqa low va yana xuddi shunaqa high bor edi bizda. Endi bozor mana bu yerda, eslab qolinglar. Lower high qilib berdi. Ya'ni tepadagi maksimumdan keyingi maksimum pastroqda yopildi, ya'ni buni yechmadi. Low esa, ya'ni mana bu minimum bundan pastroqda yopildi. Bu esa lower low deyiladi bizga. Xuddi shunaqa, ya'ni lower low va lower high. Mana bu sell struktura. Xo'p, lowga chiziq chizaman, mana qilib chiroyli qilib tortaman. Endi trading viewdagi shunaqa fishkalarni bilsanglar kerak klaviaturada. Mana bu narsani mana bunaqa tortsam, ozgina qiynalaman, ya'ni maksimum minimum chiqsam qiynalaman. O'shaning uchun shiftni bosib tortsanglar, bozor o'zi to'g'ri выпрямить qiladi. Xo'p, ketdi. Lowdan yana xuddi shunaqa chiziq tortaman, mana ko'rasizlar buzyapti. Lowdan yana xuddi shunaqa chiziq tortaman, mana ko'rasizlar yana buzyapti. Xo'p, mana bu narsa bizda buy struktura va sell strukturaligini bildiradi. Aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni buy strukturada demak maksimumlar yangilanadi. Sell strukturada esa faqat minimumlar yangilanib ketaveradi. Xo'p, keyingisi xo'p, demak ovozingiz yaxshi kelmayapti degan savollar bor ekan. Xo'p, keyingisi buy struktura va sell strukturani qanaqa aniqlashni bildik. Endi bu narsa bizga nima vazifani o'tadi va bu narsa bizga nima uchun kerak degan savollarga zo'r javob. Bu narsani kerakligining sababi biz agar strukturani qatga ketayotganini aniqlab olsak, biz faqat o'sha tarafga сделка qidiramiz, ya'ni bitim ochamiz. Ya'ni struktura bayligini bilamizmi? To'shda bozor mana maksimum deyishdi, bayligini bildik, to'g'rimi? Endi bizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, bozor eng maksimum yaratgan payt откат beradi-yu.
har safar, ya'ni vaziyat faqat bayga qidiramiz. Man poyizonda, man bittaga qiziqishonda faqat bayga qidiramiz. Ya'ni sizlar bilgan yo'nalish bo'yicha aytaylik, Fibonacci bo'yicha aytaylik, Fibonacci'ni tortib ko'ramiz man bitta bayga, selga emas. Ya'ni agar man bitta selga ochib qo'ysanglar, bilasizlar, struktura bay bo'lgani uchun baribir urib ketadi. O'shaning uchun struktura bayligini bilib turib, biz faqat bayga enter, ya'ni qiziqish bitim ochib ko'ramiz. O'sha sababdan strukturani qayerga ketayotganini aniqlashimiz kerak. Agar struktura bayligini bilib tursangiz, siz selga zelka ochsangiz katta zararga kirib ketasiz va katta sliplar, ko'p zararlar imенно mashinasidan kelib chiqadi. Agar siz struktura selligini bilib turib selga zelka ochsangiz, bu degani trend bilan birga savdo qilasiz. Baribir misol uchun aytaylik, mana bitta selga zelka ochsangiz, bozor ozgina korreksiya oladi, to'g'ri, ozgina zararga olib kiradi sizni, lekin baribir katta pribili turadi. Sabab chunki trend sell, siz bilasiz to'g'ri o'qotganini, yo'nalish bu yodaligini bilasiz. Endi xuddi shu vaziyatda agar mana shundan buy kirsangiz, birinchi ozgina foydaga o'tadi, keyin baribir katta zararga o'tib ketadi. Agar mana bitta foydani yopmasangiz, chunki mana buy kirganingiz agressivniy vhod deyiladi, ya'ni bu narsa trendga qarshi counter trend savdo bo'ladi. O'sha sababdan iloji boricha harakat qilinglar, trend bilan birga savdo qilishga, trend bilan birga bitim ochishga. Mana bu sizlarga strukturani vazifasi, strukturani imенно logikasi, strukturani ma'nosi hisoblanadi. Ya'ni struktura baymi nima bo'lishidan qat'iy nazar, mana qaranglar, yaxshilab eshitinglar. Selga tasdiq bersa ham nima bo'lishidan qat'iy nazar faqat bayga ishlaymiz. Struktura selmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar selga ishlaymiz. Mana bu bizning glavniy qoidamiz. Xo'p, demak, endi esinglarda bo'lsa, klassik yo'nalishda o'tilganimiz, ya'ni o'rvin trend liniya bo'yicha o'tganimizda nimani o'rgangan edik? U yo'nalish endi har bitta treyder o'zgarishi, yo'nalishi va o'zgarishi ishlash uslubi bor va u yo'nalishda bitta no tarafi nimada? Ularda misol uchun bitta daraja bormi? Darajaga keldi, darajani buzmasa, ular buy kirishadi. Mabodo agar buzsa, sell kirishadi. Yoki degan termin bilan ular savdo qilishadi. Yoki buy buzsa yoki sell. Yoki degani bu noaniqlik, ya'ni aniqsizlik bu yerda. Ular o'ziga uverin emas, ya'ni qatdan kirishga, qatdan chiqishga ular uverin bo'lmagani uchun mana shunaqa tema bo'ladi. Endi bizning yo'nalishda farqi nimada? Bizning yo'nalishda farqi strukturniy mana bitta maksimum bormi? Bozor mana shu maksimum deyish kerak, chunki struktura buy. Bizda nima bo'lishidan qat'iy nazar buy kiramiz. Mana bitta zonamiz bor, zonani buzdimi? Biz bu yerdan sell kiramiz degani emas u. Mana pastroqdan zona qidirib, o'shdan baribir buy tiqamiz. Mana bu haqiqiy struktura, haqiqiy yo'nalish hisoblanadi. Ya'ni SMC yo'nalishini boshqa yo'nalishlar bilan farqi va SMC yo'nalishini keng tarqalganining glavniy katta sababi bu aniqlik. Ya'ni bizda aniqlik kattaroq. Chem boshqa yo'nalishlardan ko'ra, ya'ni likvidnosga qurilmagan yo'nalishda aniqlik kamroq bo'ladi har doim. SMC esa likvidnosga qurilgan. Даже mana bu high yetishi ham bozorda likvidnost deyiladi. Endi ma'lumot uchun u narsaga отдельный mavzu bo'ladi. Ma'lumot uchun sizlarga aytib o'tib ketaman. Likvidnost bu nima deganligi, yengilligi. Likvidnost bu bozorni boshqaruvchi, ya'ni bozor ovqat, bozor ovqati. Misol uchun siz ertalab turib harakat qilishingiz uchun ovqatlanishingiz kerak, energiya olishingiz kerak. Bozor ham xuddi shunaqa. Bozor harakat qilish uchun bu likvidnost yig'adi. Ovqat bilan bir xil narsa likvidnost. Faqat u bozorda ovqat hisoblanadi. Bizda esa imенно bizning yo'nalishimizda esa imенно o'sha likvidностga qurilgan hisoblanadi. Xo'p, demak, struktura haqida qisqacha ma'lumot oldik. Endi sizlarga strukturadagi terminlar bor, ayrim terminlar bor. Sizlarga o'sha terminlarni aniqlab tushuntirib beraman. Xo'p, struktura haqida sizlarga shunday bozordan ozgina primer keltiraman. Mana, misol uchun maksimum minimumlar bilan primer keltiraman. Bu paramiz UPUSD parasi 15 minutlik time frame. Bilasizlar, bozor fraktal, ya'ni bozorda time frame umuman rol o'ynamaydi, umuman tanlamaydi time frame. O'shaning uchun bemalol любой time frame, xohlasangiz 1 minutlik analiz qilib berish mumkin. Xo'p, struktura deganda biz nimani tushunamiz? Bizga kerak narsa eng maksimum va minimumni belgilay olamiz. Misol uchun mana bu vaziyatda qaranglar. Mana bitta maksimum bor bizda, mana bitta minimum bor. Ko'rishingiz mumkin, bozor mana bu maksimumni buzdi. Ya'ni mana bu narsa buzildi. Xo'p, ya'ni yechdi, boshqacha nom bilan yechdi. Bozor yana ko'tarildi, ya'ni yangi maksimum yaratdi, endi tushyapti, to'g'rimi? Bizda nima bo'lishidan qat'iy nazar, struktura bilan birga, ya'ni eng maksimumga biz chiziq tortib qo'yamiz. Shuni bilamiz, to'g'ri, yana bir marta keladi bozor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, даже o'rtadan bo'lsa ham bitta buy kirishimiz kerak. Mana pozitsiya deyiladi bu, bitim ochish uchun. Xo'p, mana shundan buy kiramiz. Strukturning maksimumgacha. Mana. Bu oddiy uslub bu, eslicho. Просто sizlarga hozir bittaman qaysi yo'nalishdaligini tushuntirmoqchiman. Bozor ko'tarildi, mana bitta minimum yaratdi, ko'tarildi, yana bitta maksimum yaratdi. Biz bilamiz, to'shda mana maksimum, bizga yana bitta strukturniy maksimum bo'ladi, bozor buni yechadi. Xo'p. Biz nima qilamiz? Biz iloji boricha mana bittadan pastroqdan buy kirishga qiziqishimiz kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar buy kirishimiz kerak. Mana buni qilib. Yana xuddi shunaqa. Narx ko'tarilyapti, eng maksimum yaratdi. Biz chiziq tortamiz bu yerga. Va maksimal darajada harakat qilish kerak. Mana bittan bo'lsa ham buy tiqishga.
Tushunarli? Ya'ni bu yerda glavniysi uchidan kirish, tepasidan kirish, tagidan kirish emas. Bu yerda glavniy narsa yo'nalishi, ya'ni qatga bitim ochishni aniqlab olish. Buymi yoki sellmi degan narsani to'g'ri tushunib olish. Mana glavniy narsa. Xo'p, narx ko'tarilyapti, yana bitta bizda maksimum bor. Mana bizda oldingi minimum edi, mana bizga oldingi minimum edi. Narxda yana bitta maksimum bor, bu ham bizga maksimal bo'ladi. Xo'p, narx tushyapti, mana ko'rishingiz mumkin. Даже mana eng o'rtasi qaysi biri? 0.5. Примерно mana bitta, to'g'rimi? Даже mana bittan bayga zilka o'tsanglar ham baribir foydada chiqasizlar. Nimaga detsanglar? Chunki bu narsa, ya'ni nimaga bu yerda foydaga chiqam? Chunki struktura bilan birga savdo qilayotganimiz uchun bu yerda foyda bo'ladi, по-любому. O'shaning uchun главный narsa bu yerda imенно bitimi pozitsiyani, ya'ni zelkani yo'nalishini aniqlab olish. Buymi yoki sellmi degan tushuncha. Narx ko'tarilyapti, yana bitta yangi maksimum bor. Bu bizga nima bo'ladi? Yana yangi maksimum chizuv bo'ladi. O'shga chiziq tortamiz. Narx tushyapti. Maksimal darajada harakat qilishimiz kerak faqat bayga ishlashga, bayga savdo qilishga, qatgacha, mana bu zonagacha. Ya'ni chiziqgacha. Yana xuddi shunaqa narx ko'tarilyapti. Bizda maksimal bor. Xo'p, mana bizga eng minimum bo'lardi. Yana chiziq tortamiz bu yerda. Iloji boricha harakat qilamiz. Mana biz oqqan payt endi bayga tasdiq qilib zonalar berib, o'shdan bayt qolishga, qatgacha, mana bu chizuvgacha. Mana bu chizuvgacha. Mana dalish ketdi tepaga qarab. Tushunarli? Mana bu analiz deyiladi. Hozir shu yerda o'zida bitta joyga bitim ochib, hozir shu yerda o'zida 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadak profit oldik. Ya'ni win rate bo'yicha bu yerda 100% win rate. Endi hozir sizlarga bu hech qanaqa bitim emas, bu hech qanaqa aytaylik sizlarga mana shunaqa savdo qilinadigan narsa emas bu. Prosta sizlarga yo'nalishlarni aniqlab olinglar bo'ldi, ya'ni strukturani, главный strukturani ma'nosini sizlarga tushuntirib beraman. Prosta grafikda sразу grafikda tushuntirib beraman bu narsani. Xo'p, buni tushundik degan bittaman. Endi sizlarga hozir bu narsani, strukturadagi terminlar haqida gaplashamiz. Ya'ni strukturni termin. Endi bemalol mana bu narsani bemalol rasmga olishingiz mumkin. Xohlasanglar o'zingizlar uchun skrinshot qilib yoki rasmga olishingiz mumkin. Sizlarga ungacha ham ozgina vaqt beraman, ya'ni 1 daqiqadan keyin sразу davom etamiz. Xo'p, demak, buni rasmga olinglar degan umiddaman. Hozir sizlarga bu narsa haqida sразу bozorda o'zida ma'lumot berishga harakat qilaman. Ya'ni grafikda o'zida tushuntirib berishga harakat qilaman. Tak, ovozim yaxshi deb o'ylayman. Ovoz taraflama muammo yo'q. Balkim o'zingizlarda muammo bo'layotgandir, ovoz taraflama. Lekin bizda hamma narsa yaxshi. Xo'p, demak, strukturada biz aytdim sizlarga, strukturada ikkita termin bor. Ya'ni bu terminlarning nomi nima? Bu terminlarning nomi birinchisi boss, ko'plar eshitgan bu narsani. Ikkinchisi cho'ch. Mana boss va cho'ch. Ya'ni struktura mavzusini ikkita turi dedim sizlarga, ikkita termini bor dedim va o'sha ikkita termini bu boss va cho'ch deyiladi. Xo'p, endi sizlarga o'zingizlarda savol bo'lishi mumkin. Boss bu nima degan savol. Mana sizlarga buni so'zma-so'z yozib beraman. Mana bu boss deyiladi. Ya'ni boss bu break of structure, ya'ni strukturani buzilishi degan ma'noga boradi. Tarjimasi shunaqa. Endi keyingi masala esa cho'chga. Cho'ch bu nima degan savollarga hozir javob topib beraman. Bu change of character. Mana. Cho'ch bu nima? Cho'ch bu change of character, ya'ni struktura xarakteri o'zgarishi degan ma'noga boradi. Hozirlik bitta-bitta bu narsani tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, boss bu break of structure deyiladi. Strukturani buzilishi degan ma'noga boradi dedim sizlarga. Endi strukturani buzilishi deganda biz nimani tushunamiz? Boya sizlarda bo'lsa biz mana bunaqa qildik. Ya'ni biz eng maksimumga biz chiziq tortdik va bozor o'sha eng maksimumda mana bunaqa belgilab qo'yaman, maksimum va minimumlarni. Eng maksimumda bozor borib mana bunaqa yechganda mana bunaqa struktura bayligini bildik, to'g'rimi? Demak,
Bo'z bu nima? Bo'z bu strukturani qaysi yo'nalishdaligini aniqlashimiz uchun kerak bo'ladigan termin bo'ladi. Bu narsani biz qanaqa ishlatamiz? Bu narsani biz o'sha maksimumga mana tortgan chizig'imiz bor-ku, o'sha narsani biz har doim eslab qolinglar bo'z deb olamiz. Ya'ni bo'z bu strukturani qaysi yo'nalishdaligini aniqlashimiz uchun kerak bo'ladigan termin hisoblanadi. Eng maksimumga o'sha chizig'ini tortgan chizig'imiz bizga bo'z chizig'i bo'ladi. Endi nimaga bu bo'z chizig'i va nimaga bu narsani struktura buzilishi deb nomlaymiz? Xo'p, break of structure degani bu struktura buzilishi, ya'ni struktura bydan cellga, ya'ni trend bydan cellga o'zgarishi emas. Eslab qolinglar, bu narsani adashtirmanglar. Ko'p tajribasi yo'q treyderlar mana shu narsani adashtiradi. Ya'ni bo'zda o'zini vazifasi bor, cho'chda o'zini vazifasi bor. Bo'z bu break of structure bo'lib, ya'ni mana bu maksimumga biz chiziq tortdik-ku, o'sha maksimumni bozor narxi kelib, mana bunaqa buzadi. Qanaqasiga u break bo'ladi, ya'ni buziladi desanglar, oddiy misol tariqasida keltiraman. Qanaqa? Tushunarliroq bo'lishi uchun bu misolni keltiryapman. Xo'p. Tasavvur qiling, o'sha mana bu maksimumga biz грубо говоря devor qurdik. Ya'ni mana bu devor tortdik, mana bunaqa qilib. Mana bu chiziq kelib mana buni sakrab o'ta olmaydi, chunki devordan sakrab bo'lmaydi. Aytaylik, aylanib o'ta olmaydi, chunki devor tugamaydi грубо говоря. Bozor chiziq nima qilyapti buni? Buzib o'tyapti, ya'ni devorni buzib o'tyapti. Va mana shu buzishi bozorga break deyiladi. Ya'ni nimani buzishi? Strukturani buzishi. Break of structure, strukturani buzilishi degan ma'noga boradi. Xo'p, demak, mana bu low bo'ldi. Endi narx razvorot oldi buzgandan keyin уже bizda nima bor? Yangi high bor. Va mana bu yangi high ham bizga nima bo'ladi? Bo'z bo'ladi. Tushunarli? Biz nimani kutamiz? Mana bu bo'zga ketishini. Ya'ni narx razvorot olib, mana bu bo'zni break qilishini kutamiz. Mana bu narsa bizga bo'z deyiladi. Tushundinglar buni? Xo'p, demak, mana bu bo'z. Grafikda ham xuddi shunaqa. Ya'ni ozgina farqi to'shda shamchalar bilan, bu yerda chiziqlar bilan ko'rsatdim. Bu yerda shamchalar bilan bo'ladi. Endi cho'ch deganda biz nimani tushunamiz desanglar, mana qaranglar. Bo'z degani nimaga imенно mana bu minimumdan boydan beri mana bitta yangi chizib kelyapman. Nimaga minimumdan chizib kelyapman? Buning ham sababi bor. Ya'ni bo'zni eng minimumi qaysi biri mana shu vaziyatda? Mana bu minimum bo'ladi. Va oxirgi bo'z qaysi biri? Oxirgi bo'z mana bo'ladi. Mana bu minimumga biz chiziq tortishimiz kerak. Endi nima uchun bunga chiziq tortamiz desanglar, mana bu javob sizlarga, mana bu termin sizlarga javob bo'ladi. Ya'ni cho'ch bu change of character degan ma'noga ega bo'lib, tarjimasi o'zbekcha tarjima qilinganda bu bozorning xarakteri o'zgarishi, ya'ni bozorning xarakteri o'zgarishi degani biz nimani tushunamiz desanglar, bozorning xarakteri o'zgarishi degani biz buy strukturadan sell struktura o'zgarishdan, ya'ni mana bu break of structure bo'lsa, bu change of character, ya'ni xarakter o'zgarishi. Bo'z har doim narx buy ketayotganini aniqlab beradi. Cho'ch esa narx o'zgarganini, ya'ni buydan sellga o'zgarganini yoki selldan buyga o'zgarganini aniqlab beradi. Ya'ni bu terminni qachon ishlatar ekanmiz? Qachonki faqat struktura o'zgarganda, trend o'zgarganda ishlatar ekanmiz. Ya'ni aytib o'tganimdek, xuddi shu narsani biz mana bu просто kopировать qilib qo'yamiz. Endi mana bu lowni belgilab olasizmi? Mana shu low bizga cho'ch deyiladi. Ya'ni bozor agar kelib, mashina mana bunaqa break qilsa buni ham, ya'ni buzsa mana buni ham, struktura o'zgaradi, change of character bo'ladi. Ya'ni уже bu yerda mana bu yerda maksimum, mana bu yerda уже low qilib qo'ydi-yu. Bu yerda уже struktura sell bo'ladi. Endi trendimiz qayerga o'zgardi? Sellga. Endi bitimlarimiz qayerga bo'lish kerak bizani? Обязательно sellga bo'lish kerak. Ya'ni bizani bitimlarimiz buy deydi, qachongacha? Qachonki cho'ch bo'lishigacha. Cho'ch bo'ldi, все, уже strukturamiz sellga o'zgardi, bitimlarimiz ham maksimal darajada harakat qilishimiz kerak. Mana bu yerdan sellga zakupать qilishga. Mana bu narsa bizga именно cho'chda ma'nosi. Cho'ch bu change of character, strukturani o'zgarishi degan ma'noga boradigan termin hisoblanadi. Xo'p, demak, mana bu ikkita termin, struktura, bo'z и cho'ch va buni ma'nolarini sizlarga tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Endi hozir bu narsani sizlarga bozorda tushuntirib beraman, ya'ni sразу grafik o'tamiz va o'sha grafikda sizlarga qisqacha именно grafikda ma'lumot berib o'taman. Xo'p, ketdim. Ma'nolar shuni o'chirib tashlayman. Mana. Polni o'chirib tashlayman. Bular bizga hozircha pozitsiya kerak emas. Endi nimani ko'rishimiz mumkin? Xuddi o'sha joy, mana maksimum bor, o'sha maksimum bizga nima bo'lar ekan? Bo'z, обязательно. Yana xuddi shunaqa maksimum bor, o'sha maksimum bizga bo'z bo'ladi. Yana xuddi shunaqa maksimum bizga bo'z bo'ladi. Yana xuddi shunaqa maksimum bizga bo'z bo'ladi. Yana ketamiz, mana bu eng maksimum bizga bo'z bo'ladi. Mana bu maksimum bizga bo'z bo'ladi, ya'ni break of structure bo'ladi. И дальше. Mana bu ham bizga bo'z. Mana bu bizga struktura. Bo'zligini, ya'ni struktura bayligini tasdiqlab beruvchi termin hisoblanadi, ya'ni bo'z. Endi cho'ch, ya'ni struktura sellga o'zgarganini qayerdan aniqlasak bo'ladi? Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, struktura selldan buyga o'zgargan, to'g'rimi? Bu narsani qayerdan aniqlashingiz mumkin desanglar, mana oddiy misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Nimani? Xo'p, qaranglar. Tak,
bu yerda emas, ozgina boshqacharoq primer keltiraman, chunki hozir mana bu yerda soya bilan echgan, bu narsani sizlar ozgina tushunmay qolasizlar. O'sha sababdan mana bu yerdagi primerni keltiraman. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin nimani? Bozorda minimum bor, bozor o'sha minimumni yechdi. Mana bizga boss bo'ladi. Buni maksimum mana bo'ladi, buni minimum mana bo'ladi. Endi bizda yana yangi minimum bor, bu minimum bizga boss bo'ladi. Bozor kelib buni yechdi. Yana bitta maksimum. Xo'p, narx kelyapti, yana bitta minimum bor. O'sha minimum bizga nima bo'ladi? Boss bo'ladi. Va bozor bu narsani yechdi va buni eng maksimum bizda mana bu hisoblanadi. Endi sizlarga aytdim, to что cho'ch bu change of character, ya'ni boss mana qaranglar. Cho'chni qoidasini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Cho'ch topishimiz uchun bizga eng oxirgi boss qilgan maksimum yoki minimumni belgilay olamiz. Ya'ni struktura sell bo'layotgan bo'lsa, endi обязательно boss low da bo'ladi. Demak, eng oxirgi bossni high bizga cho'ch bo'lar ekan. Agar strukturamiz buy bo'lsa, eng oxirgi bossni low bizga o'sha cho'ch bo'ladi. Bu vaziyatda mana qaranglar. Bu vaziyatda narx tushyapti, mana bizga struktura. Bu narsani sizlarga shunday screenshot qilib, nimaga tashlab qo'yaman, ya'ni bu narsani screenshot qilib Xo'p. Kanalga tashlab qo'yaman, чтобы sizlarga ma'lumot ko'proq bo'lishi uchun o'zingizda ham buni saqlansa bo'lib turadi. Endi oxirgi, ya'ni cho'ch aytdim sizlarga, nima deb? Cho'ch bu oxirgi maksimum, ya'ni oxirgi bossi maksimum. Bu vaziyatda struktura sell bo'lgancha eng oxirgi bossi maksimum qaysi biri? Mana bu bo'ladi. Bu bizga avtomatik cho'ch bo'ladi. Endi struktura o'zgarganini qayerdan bilamiz? Endi biz tarix ko'rmaymiz, mana ko'rmaymiz, budishni ko'rmaymiz kelajakni. O'shaning uchun mana maksimum va minimumlar yana belgilab olamiz. Mana bu low bizga nima bo'ladi? Boss bo'ladi. Mana bu high bizga cho'ch bo'ladi. Endi narx nima qilyapti? Narx ko'tarildi. Biz maksimal darajada harakat qilishimiz kerak. Faqat mana bittadan sell, mana bittadan sell, mana bittadan sell, mana bittadan sell kirishga. Qachongacha o'sha struktura o'zgargandan keyin o'sha buyga o'zgaradi. Ya'ni narx keldi, tushdi, yaxshigina oqib berdi, lekin razvorot olib, baribir nima qildi? Cho'ch chizig'ini buzib o'tdi, break qildi. Bu narsa bizga o'sha struktura o'zgarganini ko'rsatib beradi. Ya'ni strukturamiz sell edi, endi buyga o'zgardi, razvorot oldi. Yana ko'rishimiz mumkin nimani? Bu vaziyatda qaranglar, narx ko'tarilyapti, mana bizda eng maksimum bor, maksimal nuqta va mana shu bizga yana bitta yangi boss bo'ladi. Xo'p, buni lowi qaysi biri edi? Buni lowi mana bu shamchani o'zi ekan. Endi oxirgi boss mana bu bo'lgani uchun mana bu narsamiz endi bizga cho'chga o'zgardi. Nimaga? Chunki struktura selldan buyga o'zgardi-yu. Xo'p, oxirgi minimum mana bo'lgani uchun cho'chimiz o'sha bu yerga ko'chadi. Mana bu lowga ko'chadi. Narx ko'tarilyapti. Bu vaziyatda nima qilyapti? Narx ko'tarildi va oxirgi minimumimiz mana bu vaziyatda. Tak, aytaylik, hozir bir daqiqa. Tak, ko'tarildi. Xo'p, qaranglar. Bizga mana bu yerda bossimiz katta edi. Endi mana bu kichkina yurishlarni biz boss cho'ch deb olishimiz mumkinmi desanglar, bu vaziyatda mana bu time frame uchun kerak emas. Lutchi bu narsani cho'ch deb olishinglar ozgina xato bo'lib qoladi, lekin mana bunaqa sal ozgina krupniroq harakatni bemalol cho'ch deb olishinglar mumkin. Ya'ni mana bu high bizga maksimum bo'la oladi va bossimiz mana bunga ko'chadi bizani. Endi buni low qaysi biri minimumi? Mana bu. Cho'chimiz avtomatik bu yerga ko'chadi. Endi yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, nimaga yaxshilab e'tibor bergan bo'lsanglar, bozorda bosslar, ya'ni bozorda bosslar joyida qolyapti, yangi boss yaratilmayapti. Cho'ch esa mana bu lowdan mana bitgan bu yerga ko'chib kelyapti. Ya'ni demak, bozorda boss ozgina ko'proq bo'lar ekan, cho'ch esa bitta yoki ikkita ko'rishimiz mumkin ekan. Ya'ni strukturni razворот bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin. Atak boss bizda ko'proq bo'lar ekan. Mana shu narsani ham biz zametkaga olib qo'yishimiz shart. Xo'p, narx ko'tarildi. Bizda eng maksimum bor. Bu bizga boss bo'ladi. Endi biz buyga zerk ochishimiz kerak, to'g'rimi? Bu vaziyatda narx tushdida, ozgina konsolidatsiya qilib, bit turib cho'chchi buzdi. Uje struktura sellga o'zgardi. Mana avtomatik bizga cho'chga o'zgaradi. Nimaga aytsanglar, chunki struktura uje buydan sellga o'zgargani uchun bu bizga avtomatik cho'ch bo'ladi. Mabodo agar narx kelib buni ham buzsa, uje struktura yana bitta buyga o'zgarib ketgan bo'ladi. Shunaqa harakatlar ham bo'lib turadi. Xo'p, endi buni low, ya'ni minimum manba. Bu minimum bizga nima bo'ladi? Boss bo'ladi avtomatik. Endi narx tushdi, buni bossni tana bilan eshitdi va buni maksimum bizga manba bo'ladi. Va bu maksimum oxirgi bossni maksimum bo'lgani uchun cho'chimiz shu yerga ko'chadi. Narx tushyapti, yana bitta low yaratdi. Bu bizga yangi boss bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Boss maksimumi qaysi biri? Hozircha mana bu nuqta ekan. Cho'chimiz mana bu yerga ko'chadi. Va dalish mana shunaqa ketaveradi. Mana bu cho'chdan primer. Ya'ni men primer sizlarga bozorga tashlab qo'yaman sizlarga o'zingiz uchun. Mana primer keltirib berdim.
Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa savol? Bo'sh cho'chda tushundik, to'g'risi qanaqaligini, qayerdan qanaqa topish aniqlashi tushundik bu narsani. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsani bizga o'rganib nima foyda? Bu narsani o'rganganimizdan katta foyda bu to'g'ri yo'nalishda aniqlab olish. Ya'ni ko'plar mana bu yerdan bayga tasdiq qidirib, qani bozorda shunaqa narsa agar bilsanglar, agar sizlar ichinglardan, mana psixologiyada ko'tarilmaydi bilasizlar-ku. Agar sizlar ichinglardan bayga zelka ochishni qidirsanglar, sizlarni hamma o'rgangan narsalardagi tasdiq faqat bayga bo'ladi. Hech qachon selga tasdiq qidirmaysizlar. Nimaga deganda, chunki sizlar уже grubo говоря ichinglarda niyat qilib qo'ydinglar-da bayga kirish uchun. O'sha sababdan faqat tasdiq, faqat ideya bayga bo'ladi. Agar siz selga qidiraman siz, yo'lda faqat ideya selga ko'rasiz. Ya'ni bozorda o'zi selga yursa ham siz bayga qidirayotgan bo'lsangiz, faqat bayga ideya chiqaradi, tasdiq chiqaradi siz bitta ochishingiz uchun. O'sha sababdan mana bu yerdan tasdiq qidirib, mana bu yerdan bay kirganlar xato qilishadi. Sabab, chunki ular struktura nimaligini bilmaydi. Struktura nimaligini bilganlar biladi, to'g'ri, mana bu yerda boss bo'ldi, endi yana bitta boss yechadi. Ular maksimal darajada harakat qiladi. Mana bu yerdan ham, bu yerdan ham sel kirishga. Обязательно endi razvorot bilan, tasdiq modellari bilan, lekin baribir ularning bitimlari faqat sel bo'ladi. Qatgacha, mana bu bossgacha. Ya'ni yangi boss yaratilyapti, atga olishini kutadi ular va yana xuddi shunaqa faqat selga bitim ochishaveradi. Qatgacha, yana xuddi shunaqa bossgacha. Mana bu strukturaning главный ma'nosi. Nimaga struktura o'rganishimiz kerakligi. Endi keyingi masala, ya'ni struktura nimaligimizni tushunib oldik. Qatta. Endi sizlarga strukturaning o'zini bir ikkita fishalarini tushuntirib beraman. Bilasizlar, to'shda bu bozor bu. Ya'ni misol uchun sizlarga bitta primer keltirib beraman. Nimani? Kitobda o'rganganimiz, aytaylik, daftarda, kitobda o'qigan narsalarimiz hech qachon hayotda ham xuddi shunaqa bo'lmaydi. Qanaqasiga aytaman? Mana misol uchun, bu yerda ko'p kishi adashmasam agar o'g'il bola bo'lishi kerak. Ko'pchiligimiz, xo'p, hammada shunaqa muammo keladi. Qachon hardan boshlaydi shunaqa muammo bor. Nima? Prava olish kerak, to'g'rimi? Xo'p, boshini haydashni o'rganish kerak. Endi hamma bitta yosh bolani, именно hamma bitta o'g'il bolani bu orzusi, grubo говоря, bu maqsad hisoblanadi. Endi mashina haydashni o'rganish uchun kitobda o'qib chiqqan mavzuinglar, endi kitobda aytiladi nima? Mana bu sceplение bo'ladi. Mana gazni bosasan, yurasan, qizil bo'lsa to'xtaysan, yashil bo'lsa yurasan, gayani ko'rsang to'xtaysan, strogo попалsan двигаться qilish kerak. Mana bu yerdan chapga yugurish kerak, mana bu yerdan o'ngga yurish kerak, mana одностороннее движение. Mana shunaqa tema bo'ladi. Bu kitobdagi. Endi hayotga o'tsak bu narsa. Hayotda unaqa emas. Nimaga aytsanglar, qanaqasiga tushuntiraman? Hayotda ozgina qiyinchiligi bor. Aytaylik, yama chiqib qolishi mumkin. Aytaylik, pravasi yo'q, opiti yo'q, tajribasi yo'q, nimalar mashina haydovchilari bo'lib qolishi mumkin. Yoki aytaylik, именно yo'lda qanaqadir muammo bo'lib qolishi mumkin. Yo'lda yamalar tiqilayotgan bo'lishi mumkin. Siz yamalardan olib qochish uchun ham palsidan chiqasiz по-любому. Skor kelib qolishi mumkin. Siz skorga yo'l berish uchun ham baribir qizildan o'tasiz. Mana ko'ryapsizmi? Kitobda qanaqa edi, hayotda qanaqa bo'lyapti. O'shaning uchun hayotdagidek bo'lmaydi hech qachon, bilasizlar. Bozorda ham xuddi shunaqa. Hozir sizlarga mana buni kitobini tushuntirib berdim. Endi hayotdagini tushuntirib beraman. Ya'ni bozorda, real bozor o'zidagini. Xo'p, eslab qolinglar, haqiqiy bo'z cho'ch qilish uchun bundoq chizib qo'yaman. Mana bu bo'z yoki cho'ch chizig'i, eslab qolinglar. Mana bo'z yoki cho'ch chizig'i. Haqiqiy bo'z cho'ch qilish uchun shamcha, ya'ni mana bu shamcha, eslab qolinglar, mana bu bizda yapon shamchasi hisoblanadi. Buni o'tganmiz. Xo'p, yapon shamchasi soya bilan emas, tana bilan yechgan bo'lishi kerak. Mana bu majburiy narsa, eslab qolinglar. Hop, mana shuni nazarda bir-ikkingiz qo'ying. Demak, mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu narsa bizda tana bilan emas, soya bilan yechib narx tushyapti pastga, to'g'rimi? Mana bu narsa bizga haqiqiy bo'z yoki cho'ch bo'lmaydi, eslab qolinglar. Xo'p, mana bu soya bilan yechishi bu bizga fake bo'ladi. Tushunarli? Endi haqiqiy bo'z cho'ch bo'lishi uchun esa bizga shamcha mana bunaqa tana bilan yechgan bo'lishi kerak. Mana bu haqiqiy, ya'ni bu narsa haqiqiy bo'ladi, real grubo говоря. Realda yozib qo'yaman bu narsani. Bu narsa bo'z cho'chi farqlash. Endi men bu vaziyatda, ya'ni bu narsani sizlarga shuna rasmga olib tashlab yuboraman. Sirazu fursatdan foydalanib hop, bo'z va cho'chni aniqlash. Endi hop, bozorda bu narsani primer darajada sizlarga ko'rsam, boya aytdim mana bu yerda. Siz bu primer ozgina xato bo'lar ekan sizlarga dedim-ku, mana bu yerda. Hop, ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda bozor lov yaratdi, minimum yaratdi, to'g'rimi? Ozgina korreksiya oldi va high yaratdi. Mana bu lovga biz chiziq tortdik va bu chiziq bizga bo'z bo'ladimi?
Yo'q, bu bizga hech qanaqa bo's bo'lmaydi. Eslab qolinglar. Bu bizga bo's haqiqiy bo's bo'lmaydi. Mana bu haqiqiy bo's bo'la olmaydi bizga. Mana dumaloq qilib, mana buni belgilab qo'yamiz o'zimiz uchun. Mana ko'rishlar mumkin. Nimaga bu narsa haqiqiy bo's bo'lmaydi? Chunki bu bizga tana bilan emas, soya bilan yechgan. O'sha sababdan bu bizga haqiqiy bo's bo'lmaydi. Ya'ni bu narsaga narx kelib, qaytib kelib tana bilan yechishini kutamiz yana. Endi haqiqiy bo's qayerda bo'ladi desanglar, mana bu yerda haqiqiy bo's ko'rishimiz mumkin. Xo'p, buni примерно mana bu vaziyatni olaylik. Mana low, mana bizga bo's. Mana bu bizga haqiqiy bo's bo'ladi. Eslab qolinglar. Cho'chda ham xuddi shunaqa. Ya'ni cho'ch bo'lish uchun ham soya bilan emas, tana bilan yechgan bo'lish kerak. Обязательно. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Agar mabodo narx kelib soya bilan yechib turib, soya bilan yechib qaytib ketib qolsa, biz nima qilamiz? Bo's shu yerda qolaveradimi degan savollarga javob yo'q. Bo'sni biz aqlliroq darajada foydalanamiz, ya'ni o'sha narsani oxirigacha tortamiz. Ya'ni qachonki tana bilan yechsa, o'shanda bizda haqiqiy hisoblanadi. Hozirlarga bitta shuni primer keltirib beraman. Qanaqa primerligini hozir ko'rib olasizlar. Demak, hop, bu yerda vaziyati yo'q. Tak, hozir 1 daqiqa. Shunda chiroyli bitta primer topib olsam sizlarga ko'rsatish uchun bizga ideal bo'lar edi. Ataylab qilganda bu narsa primer ham keltirmayapti. Izlagan imkon topadigan gap bor. Hozir 1 daqiqa. Bu yerda yo'q. Bu yerda primer topa olmadim. Ozgina yo'q. Bu ham sal xato primer bo'lgan ekan. Sizlarni chalg'itib qo'ymaslik uchun sizlarga bu narsani chiroyliroq primer keltirib bermoqchiman bozordan. Tak, shuni birga o'tkazib ko'ramiz. Birdan tana bilan yechgan ekan. Atalab qilganda mana bu bozorda imенно soya bilan yechgan primer kelmayapti. Nimaga bilmayman to'g'risi. Hop, demak, yo'q. Bunda ham tana bilan yechgan ekan. Hop, mana bu vaziyatda, hop, mana shu vaziyatda ham olsak bo'ladi. Demak, ko'rishimiz mumkin, bizda maksimum bor. Maksimumga siz o'rtamiz va bu chizig'imiz bo's deyiladi. Endi bu bo'sni soya bilan yechib qayta nazorat oldi. Bu vaziyatda nima qilamiz desanglar, bu vaziyatda biz mana bu narsani dokonsa tortamiz. Qaytgacha, qachonki tana bilan yechgacha. Mana bu soya bilan yechdi, yana tortamiz, yana mana bu tana bilan yechdi. Mana bu endi haqiqiy bizga bo's bo'ldi. Buni bemalol foydalanishimiz mumkin. Tushunarli? Bu ham bo's va cho'chchi immunitet termini, bozordagi termini. Ya'ni bozorda haqiqiy bo's va cho'ch bo'lishi uchun iloji boricha faqat tana bilan yechgan vaziyatni ko'ramiz. Soya bilan yechdimi, demak u fake bo'ladi. U ko'pincha vaziyatlar nazorat oladi va ko'tarilib o'sha cho'ch yoki bo's qilib qo'yadi. Juda ko'p vaziyatlarda esa u narsani yana qaytib kelib tana bilan yechadi. Bu narsa bizda tillarda, ya'ni gold paramizada juda ko'p uchraydi bunaqa narsa, bunaqa tema, ya'ni soya bilan yechib ketilishi. Misol uchun mana 5 minutlik o'taman. Yo'q, 15 ga o'targanman. Mana bitta ko'rishimiz mumkin nimani? Narxga otdi. Mana bizda bo's bor edi. Bu eski analiz bu eski ideya bo'yicha, eski kirilgan bu yerda bayga zelga ochilingan. Ko'rishingiz mumkin, bo'sni mana soya bilan yechdi. Ko'ryapsizlarmi? Narx qaytib ketdi. Bu bizga nima bo'ladi? O'chirib tashlaymizmi desanglar, yo'q, dash tortamiz. Narx chunki kelib buni tana bilan yechish kerak. Yana xuddi shunaqa soya bilan keldi, razorat oldi. Mana. Bu narsa chalg'ituvchi faktor bo'ladi va ko'rishingiz mumkin, dash tortdik bu narsani, mana bu tana bilan yechdi. Endi bemalol biz yangi bo's va cho'ch aniqlashimiz mumkin. Demak, yana bitta qoidani eslab qolinglar, nimani? Biza hech qachon haqqimiz yo'q, eslab qolinglar, haqqimiz yo'q. Ya'ni bizada bo'smi? Buni low qaysi eski bo's, qaysi bir edi eski bo's? Mana bu edi, to'g'rimi? Yo'q, mana bu ekan, uzr. Adashtirdim. Eski bo's, mana chunki maksimum mana bo'ladi bizga. Endi bu bizga eski bo's edi. Buni low esa minimum mana bo'ladi. Bu bizga nima bo'ladi? Oxirgi bo's bo'lgani uchun buni cho'chi mana bo'ladi. Xo'p. Endi biza umuman haqqimiz yo'q. Mana bu bizda bo's bormi? Bizning umuman haqqimiz yo'q. Yoki bo's yoki cho'chcha yechmaguncha ichidan bo's chiqdirishga. Ya'ni eslab qolinglar. Mana bu tepada bo'smi, bozor hali buni yechmaganmi? Bizning haqqimiz yo'q. Mana bu yana bitta bo's topishimizga. Bu xato hisoblanadi bu. Eslab qolinglar bu narsani. Bizda bozorda bitta bo's va bitta cho'ch bor. Mana bozor bo's tana bilan yechdi. Endi bemalol yangi bo's qidirishimiz mumkin. Bizning vaziyatda mana bu yangi bo's bo'ladi.
Ya'ni xuddi shunaqa postga ichida bemalol mana bu yangi post qidirishimiz mumkin. Endi mana ichidan mamni ham post deb olishimiz, mamni ham post deb olishimiz bu narsa xato hisoblanadi. Bu narsani qat'iyan bu narsani eslab qolinglar. Bu juda oltin qoida hisoblanadi. Xo'p. Bo'z cho'ch haqida sizlarga to'liq ma'lumotni bera oldim. Xudo xolasa bo'z cho'ch bilan savdo qilib, praktika qilib, bemalol o'zingizlar bu narsani ishlatsanglar, hammalarga ko'pchiliklarga bu narsa juda foydali bo'ladi, chunki bu glavniy yo'nalishda, glavniy bozorda harakatini aniqlab belgilab beruvchi mavzu hisoblanadi, ya'ni strukturniy harakatlar. Ya'ni bo'z va cho'ch mavzulari bu bizga realniy grafikdagi realniy strukturani aniqlab berish uchun kerak bo'ladigan mavzular, kerak bo'ladigan temalar bo'ladi. Endi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Mana hozirgi vaziyatda struktura buymi, sellmi degan savollarga javob. Hozirgi vaziyatda mana nimani ko'rishimiz mumkin bu vaziyatda? Tak. Xo'p. Hozirgi vaziyatda struktura buy, ya'ni mana maksimum bizga boost bo'ladi. Ancha soya bilan ancha tana bilan ishda hisoblanadi. Endi buni maksimumi esa manba. Buni boost minimumi qaysi biri edi? Manba. Bu bizga cho'ch bo'ladi. Chunki oxirgi boost manba. Manba esa yangi eski bo'lsa-da, ya'ni hozirgi boost manba. Manba esa cho'ch. Ya'ni bozor yoki cho'chchi yoki bo'sga yetish kerak. Bu vaziyatda hali cho'ch ham yechilgani yo'q, hali bo's ham yechilgani yo'q. Lekin kutishimiz bo'yicha mana buni yechgandan keyin bozor razvorot olib, mana qilib tepani yechish kerak. Qachon cho'ch bo'lishi mumkin? Juda kam vaziyatlarda, ya'ni bozor bunda oqib ketsa, bo'ldi, struktura o'zgaradi, endi faqat selga ishlashimiz kerak. Bu vaziyatda hozircha bizda baydamiz, faqat zelkani faqat bitimi bayga qidirishimiz kerak. Shart bu narsa. Xo'p, mana ko'rishimiz mumkin aktual struktura hozirda bayda. Bu GBP USD parasi. Nimaga hozir valyutni para desligi yo'nalishini tushuntirib berdim, chunki bozordagi eng stabil, bozordagi eng kam sliv qiluvchi, aniqligi bo'yicha zo'r, chalg'itmaydigan, manipulyatsiya qilmaydigan paralardan biri bu GBP USD bo'ladi, Euro USD bo'ladi va USD JPY bo'ladi. Mana shu paralar bozorda juda katta, sizlarga foydali bo'ladi va juda zo'r paralardan biri hisoblanadi. Endi tushuntirib oldim, aytdim. Keyinchalik savdo qilayotgan paytimiz ham iloji boricha harakat qilinglar. Valyutni parada hozircha savdo qilishgan. Nimaga aytsanglar? Chunki tilla va unaqa kattaroq boshqa paralar bu bizga manipulятsion paralar hisoblanadi. Bularda savdo qilish uchun sizda juda katta tajriba bo'lish kerak. Aytaylik, bizga o'xshab bitta bitimdan 3000, 4000 summa topish uchun iloji boricha faqat tajriba orttirish kerak. Endi eslab qolinglar, tajribani nima orttiradi? Tajribani birinchi o'rinda praktika. Ya'ni har bitta o'tgan mavzuni o'zingizni aqlingiz yetgan darajada praktika qilish. Keyingi narsa bu praktikadan keyingi narsa bu savdo, ya'ni o'rgangan mavzuyingiz, bilgan temalar bo'yicha faqat savdo qilishingiz. Ayrimimizda shunaqa xato bor, qachon shotimiz bo'lsa savdo qilamiz. Bu juda yomon xato hisoblanadi. Iloji boricha harakat qilinglar, shotinglar bo'lmasa ham, даже demo shotda bo'lsa ham savdo qilishga. Endi bizga yanada ko'proq sharoit yaratib berilgan bu yerda. Harakat qilinglar shotlarda savdo qilishga. Har bitta real shotda savdo qilingan, savdo ochilgan bitim bizning tajribamiz oshishiga va keyinchalik kattaroq summa topishimizga yordam beradi. Eslab qolinglar mana shu narsani. Xo'p, demak, savdo, praktika va har bitta mavzuni daftarga yozib borish va har bitta bitimni yozib borish. Mana shu 4 ta narsa sizlarni savdo sistemalarini ham, foydani ham olish uchun juda zo'r yordam beradigan narsa. Buni faqat professional o'zini opiti bor, tajribasi bor savdogarlar bu narsani juda yaxshi biladi. Sizlar bu yo'lda hali yengimizlar, imенно trade yo'lida hali yengimizlar, dalshi bo'lish qilib rivojlanib ketaveringlar. Xo'p, yana bitta ma'lumotni berib o'tib ketaman. Nimani? Tradingda bu achchiq haqiqat qanaqa? Tradingdagi agar novichoklar statistikasini ko'rsanglar, почти 90% novichok trader, ya'ni yangi kirib kelgan trader bu sohadan chiqib ketadi yoki qachondir chiqadi. Sabab, chunki bu soha juda qiyin. Buni zo'r qiyinligini sizlarga tushuntirib beraman. Buni qiyinligini sababi bu soha sizni o'zingizni tarbiyalashga majburlab qo'yadi. Ochko'zmisiz, o'sha narsani tarbiyalaysiz, keyin foydaga chiqasiz. Shoshqaloqmisiz, o'sha narsani tarbiyalaysiz, keyin foydaga chiqasiz. Aytaylik, sabrsizmisiz, o'sha narsani tarbiyalaysiz, keyin foydaga chiqasiz. Aytaylik, слишком azartnimisiz, o'shani tarbiyalaysiz, keyin foydaga chiqasiz. Mana bu sohani juda qattiq achchiq haqiqatlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun juda ko'p traderlar, yangi traderlar, imенно novichoklar bu sohadan chiqib ketadi. Endi siz o'zingizga savol bering. Siz o'zingizga trade sohasida maqsad qo'ygansiz, o'zingizga qanaqadir yo'l imенно qo'ygansiz, o'zingizga maqsad qo'ygansiz, orzu qilib qo'ygansiz. O'sha maqsadingizga erishish uchun 10% ga kirishga tayyormisiz? Ya'ni 10 ta odamdan bittasi bo'lishga tayyormisiz? O'sha savolga o'zingizga javob toping va bu yo'lda yana davom eting. Xo'p, xudo xolasa, imенно struktura mavzumiz tugadi. Struktura mavzu bo'yicha sizlarga hamma narsani tushuntirib berdim. Sizlarga uyga vazifa,
iloji boricha harakat qilinglar daftarga mana shu mavzuni yozib olishga va chizib iloji boricha kerakli mavzularni, kerakli slaydlarni daftarlarga yozib olasizlar va обязательно bo'ladigan narsa bu kamida, eslab qolinglar, kamida 50 ta praktika qilasizlar. Ya'ni bozorda bo'z va cho'chi aniqlab tashlaysizlar. Xo'p. To'g'ri va noto'g'riligini sizlarga mana shu kanalda adminiga tashlab qo'yasizlar. Mana shu kanal admini sizlardan tekshirib oladi. Savolinglar bo'lmasa, hech qanaqa savol hech kimda qolmagan bo'lsa, hozir shuni zapis o'chiramiz va savol javobni hozir dalish qilib olamiz. Ungacha hammaga omad, o'zinglarni asranglar. Xudo xohlasa keyingi darslarda ko'rishamiz. 5-yo'nalishimizni boshladik va professional darajada bu narsani davom etamiz. Ismim Shohruh, hamma bilan tanishganimdan xursandman. Sog' bo'linglar.